Nima gap bo'lsa uyga kirib desak bo'lmamdi deyman. Uyda bu qadrlik apamiz tursa qandaq deyman? Opam boyadi diyamgidek nima gapdi bu? Arslan, to'g'ri gapni agitmoq bo'lamdi. Apangiz. Yo'q, opam yezidik uyga necha qitim ketmadingiz, nima ish qilmaysiz? Siz undaq zo'rlab turg'izgan bilan salomatligi ya burunqidek yaxshi bo'lmasa, uningdan ma'qul desangiz, yezidik uyga berib armonasi bo'lmamda? Gaplaring bir qismi turda. Meni opamni uy xizmatchisi deb chaqlab qoldingmi nima? Bizning inimizda turishi bilan salomatligining nima munosabati bor? Ha? Ajba opam saq vaqtida bizning inimizda turib, endi saqsiz bo'lib qolgan vaqtda cho'qim yezidik uyga chiqib turish kerakmi? Amsi mening opam kas nerede turdi? Keynonam kas tex yaxshi ekan-ku. İkkalan sirlashib, paranglashib, bizning uyda birga tursa bo'ladi-ku. Ya'ni kelib bizning uyimiz emaylan petishmog'idek unchalar kichik emas-ku xotin. Uye? Bo'lmaydi. Mening opam erkin azodi turib kunib qolgan. Unda mo'ytiq kunamaydi. Erkin azod turib kunib qolgan bo'lsa, amsi burunqidek ining bilan birga cho'ng uy turibas bo'ldi ekan-ku. Osh, nimadaq gap tushunmaysiz? Ma'qul, gapni ochiq dey. Opamchu cho'ng uyni inimga berib etib, kelib biz bilan birga turmoqchi. Sho'ng opangizchu, yezlik uyga berib tursin-a. Gap. Nima davatqiningni bilib turib gap qilyapsan ya? Obdan bilib davatman. Sizga shuni deb qo'yay. Bu uy ikkimizning o'rtaq mulki. Shunga meningmi qaror chiqarish huquqim bor. Uyga kirib, opangizga dang, yeziq chiqib tursin. Mening opam atil ko'chib keladi. Chaqchaqlayotsa xotin, ha? Ikkalisi o'xshash opamiz tursa, bundaq farqli muomala qilishga yurgan chirmaydi seniki. Aras. Ana, men mizonning xo'jimensi Koreyacha ochiq tamlikligini ichidan tiqib xummi chiqdi ekan. Sen amraqqa mishin yeb oldi qilaylik-chi, ikki opamiz birga tursa bo'ladi-ku, ha? Voy, kim chaqchaq qipti? Ayrağa gapingizni chaqqan. Bir qarorga kelib bo'lding. Bir qarorga kelanmagidek o'nchalar cho'ngish emas-ku bu. Eng yaxshisi sizmi? Buningdan keyingi turmushimizda kasalchan opangiz ikkimizdan qaysimizning bekrak asqatadiganligimizni o'ylashib qaror chiqarasiz. Ömürlük hemrayingiz ekanligimni unutib qolmang, ha? Ma'qul. Undaq bo'lsa sen opangni degin. At ko'chib keladigan chaqda ozroq naq pulag'ach kelib uyimizni setib olsin. Andim men bu o'zimga tegishlikni elab opam bilan birga o'zim tug'ilib o'sgan shu yedik uyga ketay. Ana shu chaqda senmi Keselcan opamdi. Hem o men ölüp, men tirilip javr jafoda cho'nqigan. Mendek erandan qutula olaysan. Demak, men muhim emaskanman-da? Muhim? Albatta muhim. Ammo opam bilan o'zini silishtirganligidek darajada emas. Bu filmni Mizon Xo'jimiyans qo'llagan.